Assalomu alaykum Mevajonbek YouTube kanali obunachilari. Bugun hafta kuni 2026-yil 30-yanvar. O'z ish faoliyatimiz yana o'zimiz tuman, Romitan tumanida. Xo'p, bugungi mavzumiz chorvachilik xo'jaliklarida eng katta dolzarb mavzulardan biri shu oshqozonda, sigirlarda oshqozonda metall yutib yuboradi. Shu haqida batafsil aytib o'tamiz. Avvalambor birinchi qiladigan ishimiz aytib o'tishim kerakki, klinik belgilar qanday bo'ladi? Metall yeb yuborgan bor. Xo'p, mana molga ham kelganmiz. Bir marta zond yuttirdik. Uni videosini pastga qo'yib olmadik hozir. Video davomida ikkinchi marta ham zond yuttiramiz, shuni qo'yib boramiz. Xo'p, birinchi navbatda klinik belgilarni yaqinroq kelib, mana kamerani. Bel sohasi e'tibor bergan bo'lsangiz, sal bukchayish holati bo'ladi mana. Bukchayish holati. Keyin ikkinchi klinik belgisi hayvon bezovtalanadi. Ko'pincha orqa oyoqlari qorin sohasiga, ya'ni katta qorin sohasiga urib yoki ba'zida uchinchi holatlar ko'p yosib turadi. Keyin quruq yo'tal, vaqti bilan quruq yo'tal bo'ladi. Agar yurak sohasi, to'y sohasiga o'tib ketgan bo'lsa, mana bu to'y sohalarida shish bo'ladi. Bunda unaqa klinik belgi namoyon bo'lmagan. Keyin yana oxirgi nimalari da bu bezovtamiz. Mana qon tomirlarida ham shish bo'ladi. Bunda holat kuzatilmagan bu. Hozir klinik diagnoz qo'yishimiz to'g'ri qorinda deb yurtdik. Hozir birinchi zond tashlaganimizda patolog mix chiqdi. O'zi videoga qo'yib boramiz. Xo'p, endi ikkinchi marta zond yuttiramiz. Ko'rasizlar, qanday yuttirish jarayoni. Videoni oxirigacha kuzating. Aka, mana bu ZMK 14 kilogramlik rossiyskiy zondimiz bo'ladi. Ikki xil zondlar bor, 25 kilogramlik, 14 kilogram. 14 kilogramlik eng zo'ri Rossiyada ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana bu ichidagi magnit bo'ladi. Keyin savol berishlaringiz mumkin. Bu faqat metall olib biladi, alyumin olmaydi afsuski. 14 kilogacha bemalol ko'tarib biladi mana. Bemalol oladi. Hozir shuni hayvonni og'iz orqali yuttiramiz. Nima chiqar ekan, kuzatib boramiz. Og'iz orqali yuttirish jarayoni. Ishlayapti bu doktor kelgan moliga. Hozir bersin, telefon qiladi bersan. So'rasa. Og'iz orqali yuttiramiz. Ha, doktor ketmasinmi? Ha. Yana suyuqlik ko'proq ichkizish kerak. Kamiga 3-4 litr. Qancha suyuqlik ko'p ichirsa, harakat, magnit harakati shuncha yaxshi bo'ladi. Mana yuttirdik, hozir faqat suyuqlik yuboramiz, faqat 3-4 litr kamiga suyuqlik. Keyin harakat qildirtiramiz o'z molni. Keyin mana apparat bilan ko'ramiz, haqiqatan ham oshqozonga tushdimi yo'qmi. Mana shu sohada hozir tekshirib bo'ldik. Yurimiz Kelaverar ham ko'rsat. Bor, yur. Buxoroda yo'qmi? Yomg'ir yog'ib qolgan. Qayerda? Yuribdi o'tgan ko'p. Mana shunaqa qo'ydasi bilan tepalikdan pastlikka qarab yurish kerak. Aka, endi oshqozon o'zi harakatlanadi-da. Harakat bo'ladi, o'sha uchun tezroq magnit yopish ehtimoli yuqori bo'ladi. Video kuzatuvchilar e'tibor berasizlar, Buxoroga yomg'ir yog'ibdi hozir. Ishimiz bizga farq yo'q, yomg'irmi, qormi, farqi yo'q. Shuncha mehnatimizni qadrlab bittadan yurakchani qizartirib qo'ysangiz bo'ldi. Like-chani bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz chiroyli kontentlar bo'ladi. To'g'rimi? Suhrob? Mana Suhrob, shogird, vijdondan.
zo'r harakat qiladi-da bu paytda. Borib keladi, katta qo'rnab, ishlab. Nima bo'ladi? Ko'ramiz. Bu Saloq-a? Saloq. Saloqning operatorimiz. Qani ko'ramiz, bismillah. Maşallah, qanday nima chiqadi ichidan. Birinchisiga patoloshni yoqda chiqdi. Qani chiqsa, chiqadi xudo xolasa. Mana shu narsalar. Qo'shimmi, tunukami? Tunukami. Jaguar berasiz. Yoki o'zroq deydi, yarim berib o'tiramiz. Qo'ldan o'zi chevirchada ichiramiz, qo'yib ketamiz, erta-ertalab ichiramiz. Dag'al, samon, bir 3 kun bermaysiz. Qo'lidagi dori chevirsa, oshqozon harakatini, peristaltikasini yaxshilaydi. Ishtagan ochadi aka. Hozir ko'pincha odamlar ko'p qilib aytsa, faqat samon beradi-da, o'lmasa qoladi. O'zi makaronda. Makaronda narsa. Bir xil shu dag'al samonni beravering qani. Oshqozonga o'sha ham tiqiladi aka. Hazmlash qiyin bo'ladi. Ichiramiz yarim. Oho, buni hidi ham balandov. Ha, iydi. Vino chalar. Bo'ladi aka. Magnezon yuturgandan keyin baribir qizilingach yo'lida og'riq bo'ladi. Shuning hisobiga bir kun ovqat ishlang, ovqat hazm qilish istayapsan, san surish bo'ladi. Shuning uchun og'riq qoldiruvchi albatta turish kerak. 10 gram diklofenagrammiz. Ishlayapmi? Ko'tarish maqsadida immunobazadan foydalanamiz. Kirni erta-ertalab ichirasan, oshqorada. Voy, Margarovkami? yo'q, margasovkasmi chevirsa. Oshqozon ishlagan o'chadi. Xo'p, agar video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosishni unutmanglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Sizlar bilan Ne'mat Jo'rayevich.